Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, fors tili qiziquvchilari. Bugungi yangi fors tili darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimizda Malik Abdusamatovning Zaboni Forsi fors tili darslikdagi Hamkori aziz, ya'ni aziz hamkorim degan hikoya bilan tanishamiz. Endi diqqatimizni ekranga qaratamiz. Hamkori aziz gadoyi dar khonayi raft va گفت برای رضای خدا یک مقدار پول به من بدهید نان بخرم. صاحب خانه از داخل خانه صدا زد نداریم. پس یک تکه نان به من بدهید. نداریم. یک لقمه غذای شب مانده به من بدهید. نداریم. کمی میوه به من بدهید. نداریم. پس یک قطره آب به من بدهید. نداریم. پس بابا چرا معطلی؟ تو هم بیا با هم برویم gadoyi. Endi hikoyamizning tarjimasiga kelamiz. Demak, aziz hamkor bir gadoy bir uyga bordi va aytdi: Xudoy taolo roziligi uchun menga bir qism pul beringlar, non sotib olay deb. Uyning egasi uy ichidan turib ovoz chiqardiki, bizda yo'q. Shunda gado undoq bo'lsa bir bo'lak non bering dedi. Yana ovoz, bizda yo'q. Yana gado, bir luqma kechagi qolgan ovqatdan bering deb iltimos qildi. Yana bizda yo'q degan sado keldi. Unda bir ozgina meva bering. Bizda yo'q. Hech bo'lmasa bir qatra suv bering. Bizda yo'q dedi. Shunda gado ovoz chiqardiki, ey bobo, ey birodar, nimani kutyapsiz? Siz ham keling, undan ko'ra birga bir gadolikka chiqamiz dedi. Demak, ko'rganimizdek ayrim insonlar borki, shu gadodan ham battar tutadi o'zini va oxir oqibatda shu gadodan ham biz gap ostiga qoladi. U shu yerda imkon boricha so'rab kelganga Xudo roziligi uchun yarimta xurmo bilan bo'lsam do'zaxdan saqlaninglar dedilar payg'ambar alayhisalom. Bir sadaqa bilan qaytarish kerak. Odam degan bunchalik qattiq bo'lmasligi kerak. Qo'ldan kelgancha birovga yaxshilik qilish kerak. Agarki insonlar bir-biriga yaxshilik qiladigan bo'lsa, jamiyat ravnaq topadi va xalqlar orasida, insonlar orasida mehr-oqibat bo'lib, jamiyat yaxshilanadi. Qolgan fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.